Men ushbu videoda jamiki ishchilar nomidan boshliqlarga murojaat qilmoqchiman. Boy aka deb gapiray, sizga yoqadi-ku. Boy aka, siz boshliqsiz, boshliqsiz. Ishchilaringizga meni ishim boshim qotib turganda menga yordam bermaysanlar deb baqirishni bilasiz, lekin nimaga ishchilarimni ham qandaydir muammolar bilan boshi qotib turgandir deb o'ylamaysiz. Chunki u oddiy ishchi. Siz shunaqa deb jahl qilganingizda u indamay qoladi. Siz o'ylaysizki, ha, demak to'g'ri gapirdim. To'g'ri gapirganingiz yo'q. Faqat u siz bilan ishlab sizni qanaqa odamligingizni bilib bo'lgan. Tirikchiligimga ziyon bo'lmasin deydi va sizga indamaydi. Qo'shimcha ish buyurishni bilasiz. Lekin nimaga qo'shimcha ish haqi, qo'shib berish haqida umuman xayolingizga ham kelmaydi. Ishchilaringizni vaqtida ishini qilishini xohlaysiz. Ishlarni vaqtida qilmasa ularni urishishni bilasiz, jahl qilishni bilasiz, lekin nimaga ish haqi oladigan payting kelib qopti? Pulingni beray demaysiz. Nimaga? Ishchilaringizni kayfiyati sizga qiziq emas. Xohlagan paytingiz, xohlagan ishingizni buyurasiz, to'g'rimi? Lekin nima uchun ishchilaringiz pul so'rashga kelganda, maosh olishga kelganda siz